shu yerdagi menga har kuni kunora shu oilaviy zo'ravonlik masalasida keladi-da. Erim urdi deydi, so'kdi deydi. Ba'zilari haligi qo'pol bo'lsang og'iz burnini qonatib tashlaydi-da endi ayol kishini. Shunaqa holatlar bo'yicha mana murojaatlarga bir aytadigan qanaqa bir gapimiz bormi? Ha, bu kunigacha bizda ham xuddi shunaqa holatlar bo'ldi. Bunaqa jinoyatlar bo'yicha mana ko'ramiz, er-xotin, bola o'rtasida va qaynota-qaynona o'rtasida bo'ladi-da. Ko'pchilik holatlarda uyaladi. Xotin turmush o'rtog'i ustidan ariza qilgani. Ko'rish kerak, turmush o'rtog'i endi bu chidab yashash kerak degani emas. Turmush o'rtog'i bo'ladimi, bolasi bo'ladimi, ariza qilish kerak. Yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Bizda mana Shayxontohur tumanida ko'rdik. 12 yil davomida er-xotin yashashgan. Endi turmush o'rtog'i jahldor bo'lgan, ichkilikka ruju qo'ygan. Har kuni kelib janjallashgan, farzandlarini oldida turmush o'rtog'ini so'kkan, bosim o'tkazib kelgan-da qaragan bo'lsangiz. Biz shu ishni ko'rdik, mana oxiri chidolmasdan turmush o'rtog'i murojaat qilgan. Oxirida ham nima uchun murojaat qilgan? Ikkita farzandi bo'lgan, farzandini ko'z o'ngida bo'g'ib, mush bilan qonatib tashlagan. Chidolmaganda ayol kishi. Chunki u ojiz ahvoldagi shaxs hisoblanadi, ayol kishilarni. Bilasiz, ham nozik bo'ladi ular erkak kishiga nisbatan. Tim bo'ldi farzandlarning oldida. Oxiri chidolmaganda. 12 yil davomida shu erkakka chidagan, oxir chidolmasdan murojaat qildi. Mana ko'rdik. U jinoyat kodeksimizda belgilangan javobgarlik. Tergov davomida birinchi tergovchilar unga boshqacha modda bilan kvalifikatsiya qilishga harakat qilishdi, ya'ni yengilrog'i bilan. Lekin biz kurashdik, og'irroq moddasiga 126.1 3 qismiga olib o'tdik, chunki chasika bilan birinchi ayblovdi, u yengil hisoblanadi. U ham ma'muriyatga tortilgan bo'lishi kerak. Uni tergovchi yaxshi bilmadi. Biz uni ariza bilan murojaat qilib, qayta qilib, keyin 3-qismga olib o'tdik. Ayblab sudga chiqardik. Natija qanaqa bo'ldi endi? Natijada mana sudda ishtirok etdik. Baribir bunaqa jinoyatlarda bilasiz, uyning ichida bo'ladi. Kamera bo'lmaydi, guvohlar kam bo'ladi. Oiladagi shaxslar ham unga nima deydi, guvohlik berishdan orinadi. Lekin biz isbotlaydigan dalillar taqdim qildik, ularga sudda ham shu hujjatlarni taqdim qildik. Nari tarafda ham himoyachisi bor ekan, o'zlarining vajlarini keltirdi. Lekin adolat qaror topdi. Isbotlandi ekspertiza xulosasi bilan, shu jabrlanuvchi bergan ko'rsatmalari bilan. Endi eng achinarlisi u yerda mana biz hayron bo'lganimiz, mana prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz tomonidan ayollar huquqlarini himoya qilyapti. Kuni kecha farmonga imzolardi. Lekin men o'zim ham prokuratura organlarida shuncha yil ishladim, misol 15 yildan ortiq. Prokurorlar baribir ayblov tomonda turadi. Bizda hamma hujjatlarimiz bor. Qandaydir prokuror jarima jazosi so'radi. Lekin bizda da'voyimiz bor. U asha ayblanuvchi kechirim ham so'rab qo'ymadi turmush o'rtog'i. Pushaymon emas, kechirim ham so'ramayapti. Oxiri biz o'zimiz fikrlarimizni aytdik. Prokuror jarima jazosi so'radi, lekin biz og'irroq jazo so'radik. Oxiri mana sudya odilona hukm chiqardi. Ayblanuvchiga nisbatan 1 yil ozod cheklash jazosini tayinlab berdi. Huquqlarni cheklab berdi. Qanaqa huquqlari? Birinchidan turmush o'rtog'i bilan ko'rish huquqini, farzandlari bilan ko'rish huquqini. Sababi turmush o'rtog'i bilan farzandlariga shuncha yil davomida zulm. Shu eng katta qilgan yutuqlarim shundan iborat. Ya'ni bitta jabrlanuvchi ayolni, ojiz ayolni huquqlarini himoya qilib xursand bo'ldikda. Mana shunaqangi holatlarga agar siz ham uchrayotgan bo'lsangiz, bemalol Interlex'ga shunday nashot ekan o'zlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.